Bugun sizlar bilan payg'ambarimiz uylariga sayohat qilib ko'ramiz. To'g'ri, buni hayotda iloji yo'q, lekin virtual olamda bor. Videoga like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. Ortiqcha gapirib o'tirmayman, boshladik. E'tibor qaratamiz, bu 3D qilib yasalgan, ya'ni mana uylarning har tarafini ko'rsanglar bo'ladi. Buni 100% haqiqiy deb bo'lmaydi, lekin o'sha kitoblarga qarab do'stlar, buni 3D yasovchilar yasashgan. Mana har taraf ko'rsatman sizlarga. Mana ko'rishingiz mumkin. Tepari yuqori qismlari uylarning eshiklari. Mana har tarafga xuddi o'sha xonada o'tirgandek bo'lyapman lekin. Sizlar ham xuddi shu videoni telefoningizda mana shunaqa jonli tarzda ko'rsanglar bo'ladi. Ya'ni kamerani qayoqqa bursanglar, xonani o'sha tarafini ko'rsatadi. Videoga hali ham like bosmabsiz, tez like bosib qo'ying. Hozir sizga bu videoni qayerdan olishni ko'rsataman. Shu videoni hamda shunga o'xshash videolarni ko'rish xohlasangiz, Telegramda mana shu ilova Xuzbot botimizni topasiz. Xuddi shunaqa yozib, originalga kirasiz. Boshlashni bosasiz, keyingi qatorga o'tasiz. Bu yerda men 3D video joyini qo'shib qo'yganman, shu joyga bosasiz. O'zingizga yoqqan bitta videoni tanlaysizda, shu tarzda videoni bemalol telefoningizni xohlagan tarafingizga burib, xonani hamda boshqa videolarni ko'rsangiz bo'ladi. Mana yonga aylantirasiz, xuddi shu xonani ko'rayotgandek bo'lasiz. Agar botni topishga qiynalsanglar, mana shu ilova Xuzbot joyiga bosib, bemalol mana shu yerdan yuklash joyiga bosib, botga o'tib ketsanglar bo'ladi. Hamda bu yerda pul ishlash joyi bor. Bu narsa orqali sizlar Telegram botlarda pul ishlashni o'rganib olsanglar bo'ladi. O'rtoqlar, texnika mo'jizasiga til ojiz. Bu videoni barcha yaqin do'stlaringizga jo'natib qo'yinglar. Agar sizlar o'sha xonaga tushib qolganingizda nima qilardinglar? Kommentariyada yozib ketinglar. Videoni saqlab, o'zingizlarni ham istoriyalarga qo'yib yuboringlar. Profilimda zo'r videolar bor.